Assalomu alaykum hurmatli chegarachilar va sizlarni aziz oila a'zolaringiz. Sizlarni avvalambor kirib kelayotgan Navruz bayrami bilan chegara qo'shinlari faxriylari nomidan chin ko'ngildan tabriklayman va eng yaxshi niyatlar tilab qolaman. Yurtimizda tinchlik va katta islohotlar avj olgan. Chegara qo'shinlari ham o'z vazifalarini munosib bajarib kelishyapti. Shu yo'nalishda vatan oldida o'z yigitlik burchini ado etish uchun chegara qo'shinlari safiga yosh askarlar qo'shilishdi. 2 hafta avval yosh askarlar uchun umum harbiy tayyorgarlik mashqlari boshlandi va shu mashqlar mobaynida yigitlarimizning muloqotlarida bir narsani guvohi bo'ldik. Xizmatga kelgan yosh askarlarimizni ongi baland. Ularni umum ta'lim bilimlari ishonchli, oilada olgan tarbiyalari yaxshi. Bu fazilatlar ularni harbiy bilim egallashlarida yaxshi poydevor bo'ladi. Askarlarimizni hurmatli ota-onalariga murojaatim. Aziz farzandlaringizdan xavotirda bo'lmang. Harbiy qismlarimizda ular uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Harbiy bilimlarni egallash uchun hamma asoslar bor. 1 yil xizmatlari o'tadi, ketadi. Lekin shu yil mobaynida ularni egallagan bilimlari, vatan tuyg'usi, umuman hayot qarashlari tubdan o'zgaradi va ularning shaxsiy hayotiga yaxshi tarafdan katta ta'sir etadi. Ular jismoniy tarafdan kuchli bo'lishadi. Ularni musofirchiligi oiladagi bo'lgan mehr-muhabbatni kuchaytiradi. Xullas, harbiy xizmat mobaynida orttirgan natijalari ham davlat uchun, ham ularning shaxsiy hayoti uchun foyda. Yosh chegarachilarga tilaklarim. Yigitlar, sizni zimmangizga katta mas'uliyat yuklanyapti. Yurtimizni tinchligini, xalqimizning mustaqilligini davlat chegaralarida turib qo'riqlash va himoya qilish. Bu jiddiy vazifa va ularni amalga oshirish uchun avvalambor siyosiy jihatdan hushyor bo'linglar. Ustozlaringiz berayotgan bilimlarni puxta o'rganinglar. Ma'naviy, ma'rifiy tarafida kuchli bo'linglar. Jangovar ruhinglar doim oliy darajada bo'lsin. Sizlardan avval xizmat qilgan chegarachi askarlarimiz shu talablarga tayanib xizmatlarini a'lo darajada bajarishdi. Sizlar ham ularga o'xshab o'z xizmatlaringizni a'lo darajada bajarasiz degan umidda biz. Esda tutinglar, davlatimizni himoya qiladigan yagona kuch bu prezident, qurolli kuchlar va jonajon xalqimiz. Hech kim chetdan kelib bizni himoya qilmaydi. Biz faqat o'z kuchimizga ishonishimiz kerak. Xalqimiz sizga bildirgan ishonchini munosib oqlang. Davlatimiz erishayotgan tarixiy o'zgarishlarga ko'z tegmasin. Sharafli xizmatingizga omadlar yor bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.